Uzun boka, qutlarni jez zo'rku. Bundan xolasa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tending sog'mi? Qayerdan keldi aytib eshitdim. Namangandanmi? Namangan shahridanmi? Namangan qay o'zidanmi? Ha, o'zida. Tending sog' bo'lsa, videoda ko'raverib, Bu chepsi oxir. oxiri qurib ketardi deb keldi-da. Bo'ldi. Mana ko'zimiz bilan ham bir ko'raylik deb. Qani, yoqdimi ichkarida o'qiblar. Ha, juda mana salqin, ayniqsa mana bu. Orqadan shamol urib turibdi-da. De ma'qul keldi bizga ham mana shu sistema. Oxirida tikli chaqsa, shunda Yozga bo'plabsiz, yozga. Nihoyat. Mana qurtlarlar ham mana kim bilan qancha oldi? ha mana 22 7. mo'tadilda shu xudnay uchun. Da, juda zo'r. Qalay qurtlarni yedingiz? Mazasi nihoyatda yaxshi. Ko'pchilik aytadi, Idrako'ningida mazasi yo'q deb. Yedingiz masa hech qanday nima bo'ldi? Mazasini yedim. Nihoyatda zo'r ekan. Yerigidan ham yaxshi bo'lib ketibdi. Bitta ikkita yeganlarim bor yerigidan ham. Masala maza o'zimga juda zo'r tatidi. Ayniqsa Albiyonniki ko'proq shirin tatidi menga. Mana u faol mayda bittichi xolos dedi, qo'hri yegan. Undan ham yedim, qanaqangi kesli emas, normal. Keslisi yo'q. Keslisi yo'q. Normalni de chiroyli ekan. Endi Xudo xolisa biz ham mana shunaqa qilish niyatlar bor, deb. Xudo xolisa, niyatlar bor. Ha, niyatlar bor. Senjangiz sog' bo'lsin, biz videolarni ko'rib, havas qilib Hozir mana endi ziyobit bo'ldimiz. Qana ko'chalar olmoqchi bo'lib keldingiz bizga oldimizga. Nomlarini aytib bersangiz, endi obunachimizdan ko'radi-da, nimaga kelibdi bu tog'am deb. Albion olaman dedim, Kileri olaman dedim, Murani ham olaman dedim. Xudo xolasa. Endi Muranini bizga tebay deb turibsiz. Qani vaziyatga qarab o'sha maqolda qo'limizdan kelgancha. Va'da bermay, bu narsani va'da beray. Bu medonani va'da bermaydi. Mayli, Xudo nasib qilsa, nasib qilsa balki qilib beramiz bizga. ha. Xudo xolasa, juda yaxshi. Bir o'rgatib turasiz. Qo'limizdan kelgancha kimga biz shogird tushgan bo'lsa, hammasi o'rgatib shu maqolda. Bemalol nima kamchiliklar rasmga tashlasangiz biz o'rgataveramiz. O'rgatganmiz shu kungacha hamma odamga. Tenjangiz sog' bo'lsin. Juda yaxshi va ko'rib ko'zlar quvondi. Biz ham shunaqa teplitsalarimiz boshlab tushsa bir xursand bo'lamiz. Ishqibozligimiz ko'p. Xudo xolasa. Ham yer yaqmoqchimiz. Kelajakda biz ham siz orqangizdan teplitsa qo'ramiz mana shunaqa qilib Inshaalloh. joylarimiz bor Xudo xolasa. Esan nima asalari ham qo'yibsiz. Asalari qo'ydik mana. Bunisini ham o'rganamiz. Haligi o'zimiz asali ham o'raverar ekanda. Oddiy bunday ko'rsatinglar yuringda. Buni ham ko'raylik-da. Mana oddiy o'zimizni asalga o'xshash, lekin bu Amerikan navi. Ko'rsatamiz. Turkiyaniki emasmi? Yo'q, bu Amerikaniki bu. Ha. Qatib qopti. Ha, mana. Bu asal, arabroshab qolamizmi buncha desak? Siz asal ishlaydimi? Ha, asal ushlayapti. Buning ichida quyon qo'yishi, quyon tugab qolibdi. Qo'yib qo'yishimiz kerak shuni. Ha. Bo'ldi. Ham changlatadi, ham quyon ham yeydi. Ham buni uradi. Xudo xolasa. Mana shu bir nimaga kirishgandan keyin oxirgacha borish kerak ekanda. Xudo xolasa, harakatimiz shu. Qo'limizdan kelgancha aytgandek shogirdlarga o'rgatib boramiz. Siz ham qo'yingsiz, masallar berib boramiz, bemalol. Ha. Qultlarni ko'ring. Chiroyli. Ko'rganda ko'z quvonadi-da mana. Ko'rsatib, mevalarni ham. Bular sredniy, yirik, ada? Ha, yirik. Hammasiga yirikli, отдельно qimmatroq, sredniysi o'rtachoqroq, maydasi ham ozroq. Har xilda 3 xilga bo'lib sotamiz buni ham. Ha. Hammasi egalari o'zi kelib olib ketadi uydan. Yaxshi, o'zim voqea qilsam, yerdagini ko'rmadimmi?